Namozdan keyin qilinadigan duo. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbim, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Allohim, o'qigan namozlarimizni o'zing dargohingda qabul qilgin. Xatolari bo'lsa o'zing kechirgin. Qiyomat kuni mahshar maydonida oq yuzli bandalaring qatorida qilgin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shafoatlariga dohil qilgin. Ikki dunyo saodatini bergin. Qabr azobi, do'zax azobidan Robbim o'zing panoh bergin, o'zing saqlagin. Firdavs, Rayyon, jannat yurishlikda Allohim o'zing nasib qilgin. Soyasi yo'q kunda arshing ostidan soylantirgin. Nomai amollarimiz o'ng tomondan bergin. Chap tomon egalari bo'lishlikdan Robbim o'zing panoh bergin. Sirot ko'priklaridan chaqmoq kabi o'tishlikni, Havzi Kavsar bo'ylarida Rasulimiz qo'llaridan suv ichishlikni Allohim o'zing nasib qilgin. Ya Robbim, qalbi torlikdan, qadri torlikdan, qabri torlikdan o'zing panoh bergin, o'zing saqlagin. Yoningga chiroyli yuz, go'zal xulq, go'zal amallar bilan boshlaydi Robbim o'zing nasib qilgin. Ya Robbim, o'zing